Tak, assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamatov Yorbek. Bu zapisimizda chista boyagi перелив bilan ko'tarilayotgan partnyorlarni yoki hamma odam ko'tarilgan bo'lsa, значит, o'zini partnyori bilan ko'tarilganmi degan savolga javob beramiz. Masalan, bitta partnyorimizni olamiz. Данный moment Jamila 81 akkauntiga qaraydigan bo'lsak, o'zidan keyin ikkita перелив 2 ga o'tgan. Bu yerda ham ikkita перелив 3 ga o'tgan. Bu yerda bitta joyi to'lib, ikkinchisi to'lsa, to'rga перелив bo'lib Tanya akkauntiga borar ekan. Tak, qaranglar. Bu holat nega bunday ko'rsatilyapti? Masalan, yana bitta akkauntimizni ko'rsatadigan bo'lsak, Meri 1606. Bunda ham ikkita tagidagi joy yopilgan, o'zi tanimaydi. Ikkinchisida bitta meni klonim kelibdi, ikkinchisiga Irina kelibdi. 3 ga o'tibdi. Значит, 3 ta Tatyana и degan Raisa. Так, и to'rga o'tgan. Ahamiyat beringlar, to'rda ikkita joyini o'zi klon akkaunt bilan $120 bilan ikkita akkauntni $240 aktivatsiya qilgan. Ahamiyat beringlar, plus ikkita klon akkaunt и $80. Значит, bu ускорение deyiladi. Ertaga masalan bitta klon akkauntini pasti to'lsa, bu klon akkaunt keyingi $100lik gift tarifiga o'zini bitta bo'sh joyini yopgani boradi. Tak. Yana bu bunaqangi перелivlarni ko'rsatadigan bo'lsam, mana masalan bu akkauntni ko'rsataman. Ahamiyat beringlar, $20 bilan kiribdi. Ikkita pasi o'zi tanimaydigan odam bilan to'lgan, 2 ga o'tgan. Bu yerda ham xuddi shunday 3 ga o'tgan. Ahamiyat beringlar, mana ikkinchi joyimiz to'lgan vaqtda $10, $20 birinchi daromadimiz bo'ladi. Uchinchi pozitsiyani qaranglar. Bu yerda ham o'zini partnyorlari yo'q, 4 ga o'tgan. 4da ham o'zini partnyorlari yo'q. Bu degani cash tarifimizni 4 ta etapini avtomatik partnyorlar yordamida yopib, avtomatik o'tib ketgan. Masalan, mana cash tarifini eslaringda bo'lsa, mana 1, 2, ikkinchidan $20, uchinchi nakopitelni, to'rtinchisidan to'lov chiqadi. Xuddi shu holat mana bu partnyorimizda avtomatik chista za счет komanda bilan komanda hisobiga tepaga ketish holati bo'lgan. Endi gift tarifiga bu partnyorimiz bironta taklifsiz gift tarifiga o'tib ketdi. Значит, qaranglar, gift tarifida ham nima bo'ldi? Birinchi joyi Mori akkaunti пригласители boshqa odam buni переливi keldi. И meni bitta partnyorim o'ng qo'lini yopdi. Значит, ikkinchi etapga keldi. Endi данный akkaunt chap tomoni bilan o'ng tomoni yopilsa, bunga $50, $100 gift tarifidan birinchi daromadi keladi. Tak, gift tarifini bilamiz. Gift tarifimizda boyagi cashga o'xshab $20 dan o'tadigan etapimiz bor. Давайте slaydlarni ochib olaylik. Travel, auto, estate. Tak, gift tarifimizda qaranglar, mana birinchi joy nakopitelnikiga keldik, $50 balansimizga keldi, 3 ga o'tdik, 3 nakopitelni 4da ahamiyat beringlar, avtoprogrammani chap tomoni travelga o'tkazadi. Option bu перелив bilan ko'tarilayotgan chista passivniy holat. Bunaqa momentlar juda ko'p. Любой bitta partnyor olamiz, masalan, 81 olamiz. 81da nima bo'lyapti? Hozir ko'ramiz. Tez qimirlatayotganligim uchun ozgina svязimiz qotishi mumkin, chunki internet unchalik yaxshi ishlamay qolyapti ba'zida. Tak, tapni aytib ko'raylik-da. Tak. Zilola 81 ko'ramiz. Mana qaranglar, Zilola 81 hozir M4 pozitsiyasida turibdi. Cash tarifida ahamiyat beramiz. Aysulu ketdi chap tomoniga, o'ng tomoniga ring. Перелив 2 ga ketdik. 2 ni qaranglar. Bunda ham o'zini partnyorlari yo'q. 3 ga ketdik. Bu yerda ham xuddi shu holat. Ahamiyat beringlar, mana bu ikkita joyimiz ikkinchi
pozitsiyada yopilganda $10, $20 to'lov chiqadi. Bu bizning rasxodimiz. Bu holat чистый перелив. 3 ta qaranglar. Chap tomoni, o'ng tomoni yopilgan. Pesh tarafimiz nakopительный to'lga o'tdi. Endi hamd beramiz. Mana 4-pozitsiyamiz chap tomoni yopilsa, avtomatik bu hamkorimiz travel demoqchi bo'ldim. Avtomatik bu hamkorimiz gift tarifiga o'tadi. Mana bu meni bitta klonimda o'ng tomonini yopar ekan, bu klon akkauntim ikkiga bu partnerimizga to'lov chiqargani bo'lar ekan. Xuddi shu holatda bu kelgan odam biz bilan birga ish yuritadi. В общем, hozir данный moment masalan men переливlar qayerga borishini ko'rmoqchi bo'lsam, kуда попадает клон, bu akkaunt har bitta odamni akkauntida mana bunaqangi knopkasi bor. Kуда попадает клон. Bitta bossak, любой partnerimizni joyini ko'rsatadi. Masalan, ikkinchi etapda любой partnerimiz ko'tarilsa, gift tarifini M2sida bu hamkorimizga kelar ekan. Agar birinchi joyda ko'rmoqchi bo'lsam, kуда попадает клон bossam, meni klon akkauntimga kelar ekan. Tak. Xullas, ish qoidasi oddiy. Yo siz taklif qilgan odamlaringiz bilan joyda to'ldirasiz, yoki sizdan oldingi odamlarda partneri yoki klon akkaunti bilan to'ladi. Masalan, klon akkaunt mana bunday holatda to'ladi. Mana Lady'ni men tanimayman, lekin Lady'ni bitta joyiga meni klonim kelgan, ikkinchi joyiga meni partnerim kelgan. Yana teparoqqa ko'taradigan bo'lsak, ertaga masalan More akkauntidan kimdir birinchi pozitsiyaga keladigan bo'lsa, uni kloni qayerga tushishi mumkin? Menga kelar ekan. Tushunyapsizlar? Boyagi bir-biriga odamlar mana shunaqangi holatda yordam beradi. Chunki Mary'ni partneri ili o'zini kloni, значит, mendan keyingi pozitsiyada turgan bo'lsa, mendan keyingi odamlarga boradi. Даже mana bu partnerimizda bironta klon akkaunti qayergadir uchadigan bo'lsa, buni ham ko'rishimiz mumkin mana. Lady'ga kelar ekan. Mana shu holatda har bittamiz bir-birimizga yordamlashamiz. Tak. Bunaqangi pereliflarni ko'rish holati juda ham ko'p. Tak. Ana endi strategiya bo'yicha ish yuritish holati. Masalan, gift tarifimiz ahamiyat beramiz $20, cash tarifimiz $20, gift tarifimiz $100. Значит, $120 bilan kirib, har bitta holat bir xil boshlansa, keldik gift tarifiga ham, cash tarifiga ham ikkita joyimizda ikkita partner taklif qilib yopdik, biz ikkiga ketdik. Bizni partner ham xuddi bizga o'xshab gift tarifiga kirdi, $120 bilan. Ham cash, ham gift. Значит, sizni orqangizdan ikkita partneringiz o'zini sizga o'xshab mana bu M1 joyini birinchi partnerini taklif qildi, ikkinchi partnerini taklif qildi. Sizni orqangizdan M2 ga keldi. Bo'ldi. Siz bu yerda уже vajid qilgan boyagi $120 balansingizda ushlaysiz, bemalol yechib olasiz. Ana endi dal shu holat faqat plyusga ketadi. Sizga ham, sizni partneringizga ham. Chunki travelga o'tganimizda, mana gift tarifidan polni o'tib ketganimizda travelga bizning klon akkauntlarimiz cash, gift, travel sanaydigan bo'lsak, juda ko'p bo'ladi. Masalan, cash tarifidan ikkita $20 ga klon akkaunt chiqadi. Gift tarifidan ikkita $20 lik joyiga klon, bitta $60 lik joyiga bitta klon. Значит, 5 ta klon akkauntingiz, siz boshida kirgan vaqtingiz 5 ta klon akkauntingiz mana bu $20 bilan kirgan odamlaringiz uchun yordam beradi. Sizni partnerlaringizni tagi ahamiyat beringlar. Bo'sh turibdimi? Значит, siz boyagi 5 ta klon bilan ularga yordam berib, ularni ko'tarishingiz mumkin. В общем, mana ko'rsatganimdek, sipochka bir-biriga bog'lashni boshlaydi. Masalan, mana bu partnerimizning kloni menga keladigan bo'lsa, значит, ahamiyat beringlar, meni klonim kimnidir tagida turibdi. Mana shu moment boshlanadi har bitta partnerda. В общем, $20 bilan kirdik, ikkita partner taklif qildik. Bu bizga hech qanday nima deydi?
ahamiyat beramiz hozir. Hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki biz ishlaydigan ish bizga ish boshlagan bo'ladi. Значит, bu ikkita partnerimiz chap tomonimizda ham, o'ng tomonimizda ham doim biz bilan birga yuradi. Endi bu partnerlarga yordam berish uchun yo bizni Chrome akkauntimiz keladi yoki bizni taklif qilgan odamimiz keladi. Значит, men yana bir kishini masalan taklif qiladigan bo'lsam, bu partnerni tagini yopadi. Ikkinchisini taklif qilgan bo'lsam, bunisini yopadi. Значит, birinchi joyimiz $20, ikkinchi joyimiz $100. Mana shu holatda bizni partnerlarimiz ham bizdan yordam oladi-da, bizni partnerimizni, birinchi kirgan partnerimizni bo'sh joyini yopadi. Xullas, strukturadan strukturaga o'tish holati как положено bir xil hammaga ishlaydi. Yo biz taklif qilyapmiz yoki bizni partnerlardagi biz taklif qilgan odamlar to'layapti. Yoki perelif tepadagi oldin kirgan partnerlarni yangi partneri bilan yoki klon akkaunti bilan to'ladi. В общем, bu ish как положено ahamiyat beramiz. Partnerskiy programma, bu yerda любой odam любой summasini ishlashi mumkin. Bu условия har bitta odamga bir xil. Yo taklif qilamiz yoki taklif qilayotgan odamlarga yordam beramiz. Chunki bu partnerskiy programmada hamma bir xil mana bu tariflarni yopgan vaqti yoki yopilgan vaqti pul ishlaydi. Boya oldindan ko'rsatdim. Любой partner qanday qilib o'zidan keyingi joyda yopilib ko'tarilib ketishini tushuntirdim. Chunki perelif boshqa odamlardan keladi. Bu investitsion ish emas. Chunki bu qanchadir summa qo'yib nimadir kutib o'tirish degan holat bu yerda yo'q. Bu чистый biznes partnerskiy programma. Xo'p, keldik. O'zimizdan keyingi ikkita joyda ikkita partner taklif qildik. Bo'ldi, ish davom etadi. Keldik, ikkita partnerimizni taklif qildik. Ish davom etadi. Bu срочно hozir holatda tez bir pasda katta summaga chiqish holatini nazarda tutib aytyapman. Chunki любой kirgan odam, masalan, qanaqa tarifga kirganidan qat'iy nazar, bu ishda baribir yordam berib ishlash kerak. Chunki pul hammaga hozir kerak. Hozir kerakligi uchun masalan ishlashimiz kerak. Ishlashimiz, informatsiya berish biz qanday tushunamiz? Mana o'zimnikini ham ko'rsatadigan bo'lsam, cash tarif $20 bilan boshlagan vaqtim, birinchi joyda ham meni partnerim yo'q, ikkinchi joyda ham meni partnerim yo'q, uchinchi joyda ham meni partnerim yo'q, to'rtinchi joyda ham meni partnerim yo'q. Chunki sistema yordam berib ko'tarib tashlagan. Endi meni любой bitta partnerim cash tarifini 4-etapiga ko'tariladigan bo'lsa, kimga yordam berishim mumkin? Значит, Tanyaga yordam berishim mumkin. Agar 3-joyga любой bitta meni partnerim ko'tariladigan bo'lsa, значит, Jamila 81 ga kelar ekan. Keyingisi ikkinchi pozitsiyamiz. Qayerga meni partnerim 2 ga ko'tariladi? Tak, значит, Maftuna 72. Mana shunaqangi holatda bir-birimizga yordam berib pul ishlaymiz. Bu pul ishlash aniqmi, bo'ladimi, palonchi, pismadonchi deydigan bo'lsak, bu loyihamiz 615 kundan beri ishlayapti. 615 kundan beri ishlayapti. Shu vaqtgacha 200 ta million rubldan tepasi ishlagan partnerlarimiz bor. Kimdir 1 million ishlagan, kimdir 2 million, kimdir 3 million. Bu mana saytimizda
har bitta statistika ko'rsatilib boriladi. Million rubldan tepasi, bilgan 12 ming, 13 ming dollardan tepasi. Tushuntira olyapman-a? В общем, pul ishlash mumkin. Предположим, bu loyihamizda pul ishlash mumkin. Eng muhimi bu pozitsiyalarimiz, mana bu tarifimiz Miami ichida bo'ladigan bo'lsa, mana shu 5 ta tarifda o'tib ketishimiz tezlashsa, har bitta partnerimizda pul bo'ladi. Endi Estati tarifini aytadigan bo'lsam, buni o'zini 10 ming dollar bilan ochilyapti, 100 ming dollar bilan chiqilyapti. Buning ichida shuncha klon akkaunt, klonlar haqida gapirmayman, chunki klonlar haqida to'liq boshqa videomda tushuntirganman. Mana masalan, avto tarifimiz 2,5 ming dollar bilan ochilyapti, 12,5 ming dollar bilan chiqilyapti. Значит, bu ham bitta konkretniy pul. Keyingisi travel tarifi 500 dollar bilan ochilyapti, 2,5 ming dollar bilan chiqilyapti. Значит, 2,5 ming dollar bu foydamiz degani. Keyingisi gift tarifi 100 dollarga ochilyapti, 500 dollar bilan foyda chiqilyapti. Plus kloni ham bor. Cash tarifini aytadigan bo'lsak, 20 dollar bilan kirilyapti, 100 dollar bilan chiqilyapti. 4 ta etap, har bittasida bir xil. Даже har bitta tarifni 1 oydan yopsangiz ham, значит 5 oy vaqtingiz ketadi. Boring yana 6 oy vaqtingiz ketsin. Men 6 oy ichida agar 115 ming dollar jami ishlaydigan bo'lsam, bu avtoprogrammada, bu konkretniy rezultat. Qayerda siz oz muddatda 115 ming dollar ishlashingiz mumkin. Даже 1 yilda ham 100 ming dollar ishlash nerealni. Agar по-честному aytadigan bo'lsak. В общем, oyda hammaga bir xil. Yaxshilab yana bir marta tushunib olinglar. Men masalan bu ishni 20 dollar bilan boshlaydigan bo'lsam, o'zimdan keyin birinchi joyimga bitta odam taklif qilganimda yopiladi, ikkinchi odamim taklif qilganimda yopiladi. Men M2 matrisasiga o'taman. Meni partnerim ham xuddi shunday. Mendan keyingi holat qanday yopildi? Ularda ham xuddi shunday bo'ladi. Agar meni partnerim birinchi o'zini partnerini taklif qilsa, o'zini chap tomoni yopiladi. Ikkinchi partnerini taklif qilsa, ikkinchi tomoni yopiladi. Значит, meni orqamdan birinchi partnerim ham M2 ga o'tadi. Ikkinchi partnerim ham xuddi shunday. O'zini birinchi hamkorini taklif qildi, birinchi joy yopiladi. Ikkinchi odamini taklif qildi, ikkinchi joy yopiladi. Значит, bu partnerim ham meni orqamdan M2 ga keldi. Endi dalshi holat qanday bo'ladi? Menmi yoki meni birinchi partnerimmi yoki ikkinchi partnerimmi yana kimnidir komanda tuzishimiz uchun, komanda bilan ishlashimiz uchun yana kimnidir taklif qilsa birinchi partnerim, значит, o'zidan keyingi odamga yordam beradi. Bu odam yo meni odamim bo'lishi mumkin, yo bu partnerimning odami bo'lishi mumkin, yo bu partnerimning odami bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Bu birinchi pochkamiz, ikkinchisi, bu uchinchisi. Значит, mendan ham, ikkinchi pochkadan ham, birinchi pochkadan ham bu odamga plus bo'ladi. Chunki sistema boshqa joyga hech kim qo'ya olmaydi. Chunki sabab oddiy. Binar chapdan o'ngga teradi. Значит, men yana bir kishini taklif qildim. Значит, meni taklif qilgan odamim mana bu birinchi partnerimda hamkoriga yordam bo'ldi. Bu ham M2 ga o'tdi. Значит, men уже bu holatda M3 ga keldim. Endi qaranglar, men birinchi partnerimga M3 ga o'tishi uchun yordam berishim выгодныmi? Masalan, menga qulaymi? Mana shu holat borligi uchun biz doim partnerlarda mana bu 20 dollar bilan kirilgan joyni tezroq yo biz yopishga yordam beramiz, yoki bizdan oldingilar yordam beradi, yoki o'zi sirali taklif qildi ikkita partnerni, ko'tarildi. Bu loyiha как положено hammaga bir xil ishlaydi. Endi ikkinchi partnerimiz bitta hamkorini taklif qildi. Bu ham xuddi shu holatda chapdan o'ngga qarab yopiladi. Endi menda klon akkaunt chiqdi. Значит, klon akkauntim bilan bu partnerimning bir tomonini yopib, buni ham hamkorimni tepaga ko'tarishim mumkin. Значит, bu narsada shunaqa sipochka bo'ladi. Pul pastdan tepaga emas, naborot tepadan pastga berilish boshlanadi. Chunki klon akkauntlarimiz ham bizni endi kirgan partnerlarimizni qimirlatish uchun yordam beradi. Mana shu holatda har bittamiz ishlaymiz. Natijani tez hozir ko'rishimiz uchun
$120 bilan ishni boshladik. Boya tushuntirganimdek, $20 cash tarifimiz, birinchi tarifimiz, ikkinchi tarifimiz gift tarifi $100. Bir xil holat qilamiz va bir xil holatda daromadni ko'taramiz. Sizlar bilan Mamatov Yorbek tariflar haqida полный tushuncha berilish holatini отдельно bitta videomda tushuntirganman. Как положено ko'ringlar. Hammaga tushunarli bo'ladi. Bu Miami ishda tarifi просто bombический tarif. Agar gruppamizda masalan kuzatayotgan bo'lsalaring, gruppada cheklar konkretni har kuni uchib yotibdi osmonga qarab. В общем, pulni bugun ishlash kerak. Hammaga sog'lik, salomatlik. Yana bir marta momentini aytib o'tayin. Masalan, mo'y tarif deganimiz bu rubloviy tarifimiz, Miami ishda bu dollaroviy. Rubloviy tarifda 5 ta menda joyim bor, bittasi hali ochilmagan. Miami ishda 2 ta, 3 tasi hali ochilmagan. Lishniy taklif qilgan partnerlarning soni 33 ta, общий strukturada 127 ta. Bu ishga 2 ta partner taklif qilish hammaning qo'lidan keladi. Faqat bu ishni yaxshilab tushunishimiz kerak, undan keyin tushuntirishimiz kerak. Yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Masalan, благотворительный holatda ehson berish jarayonini aytadigan bo'lsam, hozirgi kungacha masalan ancha bolachalar bizdan o'z yordamini oldi. Buni ham masalan ko'rsatishimiz mumkin. Hammasi saytda yozilgan, ko'rsatilgan, как положено kimga qancha berilgan. Bunday olib qaraganimizda biz o'zimiz masalan endi kimda qanday bilmayman-ku, mana deb masalan uncha-muncha ehson qilinmaydi. Chunki o'zlaringdan bu xulosa hech kim uncha qilmaydi. Sistemaning ichida как положено ehson qilish yo'nalishlarini masalan yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda masalan men shu ishni boshidan buyog'iga почти 25,000 rubl ehson qilgan ekanman. Bu уже meni ishlagan holatimdan tashqari. Chunki bu bolachalarga masalan hammasiga pul bilan yordam bera olamiz. Dannomen hammasiga pul bilan. Chunki pulingiz bo'lmasa siz o'zingizga ham yordam bera olmaysiz. Buni yaxshi bilasiz. Так что o'rtoqlar, bu loyihamiz birinchi navbatda благотворительность, ikkinchi navbatda reklama bo'limimiz. Mana shu yerda siz o'zingizni bironta ishlab chiqarishingiz mumkin. Masalan, reklamani ham puli bor joyda reklama qilinadi. Chunki shunchaki reklama bilan ish bitmaydi. Puli bor joyda reklama qilinsa, shu sizning narsangiz kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, спокойно boyagi платоспособный community siz masalan biror narsangizni olishi mumkin. В общем, buni o'rganib chiqinglar. Tak, yana bitta momentni ko'rsatib qo'ying. Tak, mana loyihaning ichida men boshidan buyog'iga borman. Hali 1 million rublga yetmagan meni foydam. Hozircha почти $7,000 bu bitta akkauntimdan. В общем, har bitta akkaunt million rubl ishlagan vaqtda milliondan tepasi mana bu yerda chiqishni boshlaydi. Masalan 25 million, 8, 11, 2, 3 million и так далее. Любой summa bor. Ishlash mumkin. Siz ham ishlay olasiz, men ham ishlayman. Men bilan birga masalan shu gift tarifini yoki cash tarifini, yo travel tarifini, yo avto tarifini, yo estate tarifini qanday yopamiz deb переживать qiladigan bo'lsangiz, birga yopamiz. Chunki bu ishni oddiy ayollar yurgizyapti. Конечно, ayollar yurgizadi. Chunki ularda ozgina qat'iyatli holat bo'ladi. Erkaklarda ozgina dangasali holat bo'ladi. Men struktura bo'ylab dangasalik qilmayman, tushuntirishga harakat qilaman. В общем, hammalaringa sog'lik, salomatlik. Tarifni o'rganinglar. Bu konkretniy ish turi.